Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishlaringiz mumkin, navbatdagi ko'chma do'konimiz qurilish jarayonlari ketmoqda. Xo'p, bu ko'chma do'konimiz 10 ga 6 razmerda bo'ladi va tashqi dizaynini alohida e'tibor beramiz, chunki korrekt va moka kamerasi qilib bermoqdamiz. Oldira pol akfa bo'ladi. Mana bunday juda chiroyli bir tomon zal va ikkita xona ham bu yoqqa joylashtirib berdik. Bu yog'ini keyinroq ko'rsataman. Joylashgan lokatsiyamizga bir alohida e'tibor beramiz. Atrof ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli manzara. Biz lokatsiya biz qurayotgan do'konimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani. Mana bu tomonga ketish esa Shahrisabz sharsharasi yo'li ekan. Endi bu yerni Shahrisabzliklar bilishadi, juda yaxshi. Bu tomon esa shaharga ketish yo'li bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerni egalari polностью surib, joy ochib, tog'dan mana shunaqa joy yaratayotgan ekanlar. Juda ham gap yo'q. Chiroyli chiqmoqda. Endi chekismay kiramiz. Xo'p, akfalarimiz mana bunaqa alyuminiy profillardan antrazit bo'ladi. Juda ham baquvvat sifati ham juda yaxshi bo'ladi. Juda ham chiroyli va ideal bo'lib chiqmoqda. Va 3D variantdagi tunika fonlarimiz bu, ya'ni vechniga o'zini rangini va sifatini yo'qotmaydi hech qachon. Bu yerlar hali oynalar qo'yilmagan. Do'mizga qo'yiladi. Xo'p, ichki qismimiz birovontlik laminat yo'l, buning orqasida esa Pinaflex falga 3 qavat uchidan bo'ladi va alohida kabelga yetkaziladi. Elektromontaj mana 2 yo'ldirik universal kabeldan bo'ladi. Juda ham mustahkam. Mustahkam, ya'ni tokni juda ham yaxshi sifatli ushlab beradi. Ya'ni chidamli desa ham bo'ladi. Xo'p, tomimiz poldan patologgacha 250 bo'lyapti. Ya'ni standartdan balandroq bo'lib chiqmoqda va aslida standartimiz esa 230 bo'ladi va mana bu yerga chiroqlar ham o'rnatilib bermoqdamiz. Asli sheygan chiroqlar. Xo'p, patologimiz plastik emas, dekor plast bo'ladi va tepada ham stiglavata falga Pinaflex bo'ladi. Ya'ni 3 qavat. Tomimiz esa turlik tonikadan yopib beramiz. Mana bu tomonlar ham hali ashga qilinmagan. Chunki hali bu yerda ishlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Polimiz 1.8 lik MDF. Mana juda ham mustahkam. Sakrasa ham hech qanaqa o'ynamaydi, pol lapirlamaydi. Chunki taglarida juda ham mustahkam profillardan o'rnatib varib qilinadi. Xo'p, endi narigi xonamizga o'tamiz. Endi mana bu xonamizga kiramiz. Bu xonamizda ham shunaqa fasadni zona, mana bu tomonda fasadni zona bo'lib chiqmoqda. Mana yaqinroq kelamiz. Ko'rishingiz mumkin. 3D variantda fasadni zona. Bu tomonimizga ham shunday fasadni zona bo'ladi. Xo'p. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu xonamiz Xudo xolasa mini mart, ya'ni magazin bo'lmoqda. Mana bu bagitlar, ya'ni qoshini qotib chiqmoqda. Mana bu devorli cheti ko'rmasligi uchun. Bu xonamiz esa o'zlari yotishlari uchun xonaqcha qilishmoqda ekan. Bu qorong'uroq, anchagina qorong'u. Xo'p, endi chiqamiz bu yoqqa. Endi sizlarga o'tib liniyasini qanaqaligini ko'rsataman. Endi esa o'tib liniyasi qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Mana ko'rsatib mumkin. Mana o'tib liniyasi birinchi qavat o'tib liniyasi, ya'ni birovlik laminatdan bo'ladi. Ikkinchi qavat falgadan, qalin falga va Pinaflex mana ko'rsatib juda mustahkam bo'ladi. Bu tomoni esa tunikadan konteynerga o'xshatib apshga qotirib qo'yilgan. Mana ko'rsatib mumkin. Va tepada qoshlari ham bor. Va bu yoqda esa har bitta joyga kabel chiqarib qo'ygan 3 ta kabel, ya'ni bu yerga 3 ta plafon qo'yib beriladi, xudo xolasa. Va ishimizni yakunlashimizga bugun kechgacha harakat qilamiz tugatishga. Bugungi sanamiz necha bo'lyapti hozir?